Assalomu alaykum. Elyor akadan Yandexda, sobiq Yandexda uklonda hozirgi kunda. Yandexda ham uklonni ham solyaptilar. Endi hozir 3-taksiga o'tmoqchilar. Viberis haqida. O'sha Viberisga hali ulanganlari yo'q. Hozir bilib olamiz, nimalar qilish kerak, ularni shu qanday qilish kerak so'rayapmiz. Elyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz bizni YouTube kanalimizga. Bu bugun sizlar ertaga yashna kanali. Ismim Shohruh mani, va'daki Elyor aka. Elyor aka, Viberis haqida o'zingiz bilgan, bilmagan narsalaringizni gapiring. Nimaga Viberisga qiziqishni boshladingiz? Nimaga ishlamoqchisiz Viberisda aka? Faqat qattiqroq gapirasiz, mikrofonimiz yo'q. Telefonning o'zining mikrofonida. Viberisga qiziqishim sababi hozirgi kunda bonuslar beryapti ekan. U ijtimoiy tarmoqlarda o'zim ham ko'rdim, o'sha bonuslar haqida fake ma'lumotlar chiqibdi. Imенно bugun bitta shopir bilan gaplashib qoldim. Ishlab turgan holati o'sha Viberisda o'zi ishlayotgan o'sha shopir aytdi. Xo'p, siz uzr gapingizni bo'ldim. Siz Viberisga bonuslari uchun o'tmoqchisiz, to'g'rimi? Bonuslar uchun. Endi shu joyida keltirib aytib beraman. Hamma shopir uchun qaysi kompaniya yaxshi bu daromad keladigan bo'lsa, o'shanda ishlaydi-da. Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Viberisga, bu yerda siz savol javob qilganmiz yoki siz Viberisga bonusni zo'r berib turgancha VB taksiga o'tmoqchisiz, to'g'rimi, noto'g'rimi? Ha, shunaqa. Xo'p, VB taksidan necha pul bonus beryapti deb eshitdingiz? 1.450.000 dedim ekan. 1.450.000 ishlash uchun nima qilish kerak? 21 ta zakaz bajarish kerak. Yo'q, xato. 21 ta emas. 25 ta bajarish kerak bez nakleykaga. Nakleyka bilan O'sha 20 tadan oshiq. 25 ta, 25 ta deb eshitdim men. Daftar uchga qilib yozib olmadim, просто eshitganimga gapiryapman. Xo'p, xullas siz VB taksiga o'tmoqchisiz. O'tish uchun nimalar qildingiz? Qayerga bordingiz? Nima qildingiz? Nima deyishdi sizga? O'tish uchun hali hech qayerga borganim yo'q. O'sha akadan nomerini oldim. O'sha ko'chada ko'rib sizga taklif qilgan akadan. Ha, Xo'p. Ishlang, yaxshi ishlaysiz deyishyapti-da, to'g'rimi? Shunaqa, ha. Uklonni nechta zaif ko'ryapsiz uklonni? Uklonda har xil Eng ko'pi nechta turgansiz? Eng ko'p 30 tami, 20 tami? eng ko'p 30 urganman. Hop, 30 taga necha pul bonus beradi? 200.000 bonus beradi. Ha, shunaqa. Endi 30 taga necha pul? Endi bu degani 30 ta 25 ta qilsangiz 1.400.000 pul beramiz deyaptimi VB taksi? Ha. Endi uni olish 1 uchun million shu joyingizda aytib o'taman, 1.400.000 beraman demayapti u. nima deyapti? O'sha 25 ta zakaz bajarsangiz. 25 taga misol uchun o'sha 1.450.000 mi, 1.400 qancha ming kafolat. Ha. Tushundingizmi? Misol uchun Shuni xullas 400.000 naqd pul ishlasangiz 1 million tashlab beradi sizga. Ha, xuddi shunaqa. Keyin men VBni nimalariga kirib qoldim, gruppalariga kirib qoldim. U yerda nima bo'lyapti? VBda hali pul yetishda muammolar bo'lyapti ekan. Shanba, yakshanba bank orqali ishlamasa ekan. Shunaqa narsalari bo'lyapti ekan. Hammasi shunaqa bo'lyapti. Oddiy misol mana yaqinda bo'ldi o'zimda ham. Orduq kun ekan, mana bayramdamidi ekan. Uklondan bonus tushgan. Gazga kirdim ertalabda. Ha. Gaz quydim, bonusda haligi ochibda turibman, bonusdagi pulni yechib olaman desam, yechib bo'lmadi. Lekin 1-2 soat ishingiz hal bo'lgan o'sha kun. Chunki yakshanba kuni men ham pul yechganman. To'g'rimi? Bir kun, ikki kunlar ketgani yo'q. Bir kun, ikki kunlar ketgani yo'q. Endi bu Viberisda, VB taksida mana shunaqa shanba, yakshanba kunlari ishlamaydi deyapti. Hali ishlab ko'ringiz yo'q. Ishlab ko'rganmiz, endi ishlab ko'rmasdan turib bir narsa deyish qiyin. Nima deyishdi sizga dispetcherlar? Siz onlayn ulardingiz, men guvohiman. Endi bilmagan biz obunachilarimizga, biz kuzatuvchilarimizga siz yozdingiz, nomerdan oldingiz, onlayn ulash deyishdi sizga. Royal bor ekan, Nur bor ekan. U ham Cheris Taxi Park orqali ishlanar ekan. Tipa Yandexda qilgan programmalarni ko'rdim. Kartalari ham Yandex kartaga kirib ketar ekan. Yandex kartasini bergan ekan unga. Keyin yana nimalarini bildik. Xullas o'sha 6 zakazga 315.000 so'm, 18 tasiga 1 million qancha, aniqini bilmaymiz hali.
hozir akamiz ariza tashlab qo'yishgan. Ariza tashlashuvdi. Shunaqa narsa ekanki, VB taksida u srazi Yandexga o'chqab yo Uklonga o'chqab, srazi ishga chiqib, ishni boshlamas ekan. Qanaqadir sizni arizangizni qabul qilar ekan, bir balolar qilar ekan, keyin sizga VBdan SMS kelar ekan, telefon nomeringizga. SMS kelgandan keyin siz u SMSni olib ofisga borasiz ekan, ofisda sizga tushuntirib, bir balolar qilib, aniqini bilmaymiz hali, o'shancha biladiganimiz yo'q. Prosta ulanish VBga juda qiyin ekan. Yumshoqroq qilib aytganda, juda qiyin ekan, lekin berib turgan summasi realniy shopirlardan so'rayapmiz. Yaxshi shunaqamisi, xato qilmasangiz, atkaz qilishga haqqingiz yo'q. Через 10 kilometr orqali ham zakazlar bo'lgan deyapti. 10 kilometrga zakaz bersa ham borishingiz kerak, klient bilan urushmashingiz kerak. Shunaqa ekan. Akamiz endi hozir aytishyapti-ku, chunki men 30 ta zaявkani bemalol Uklonda qilaman. Uni 20 ta qilsam daromadimni oshiraman. Maqsadim mana bu sodiqlikda bas yo Yandexga yo Uklonga yo VBga, VB aynisi boshqasiga maqsad va Toshkentda ishlab pul qilishimiz, значит, o'sha sharoitdan foydalanib olishimiz kerak. Chunki boshida VB ham soatbay to'lashni boshlagan. Keyin ular nima qildi? Shtuchniy qilib qo'ydi. Endi bu bonusi ham vaqtincha sekin-sekin nima qiladi? Klientlarni o'ziga o'rgatib olgandan keyin, meni o'ylashim, bu shaxsiy fikrim, akam bilan gaplashib turdik. Qanaqa bo'ladi buni etaflari? O'ziga o'rgatib olgandan keyin klientlarni Yandex bilan bular urushyaptimi, bilmaymiz nima bo'lyapti. Yandex bilan bir-biriga protiv deb eshitdik biz. Aniq ma'lumotni bilmaymiz. Xullas, nima bo'ladi? Yandexga o'chqab sekin Yandexdan boshqa shunaqa kelgan, bonuslar bergan, shopirlar olgan, birinchi klientlarga kopeyka pul qilib bergan. Xuddi shunaqa bo'ladi bu ham. Sekin-sekin za kopeyka mushuk oftobga chiqmaydi deyshadi. Shunga o'xshagan bular ham boshda donni sepadi, beradi, shopirga ham beradi, nimaga ham, klientga ham beradi. Keyin hammasi o'z nashilasini aytadi. Oxirida konsovkasini Yandexdan xuddi shunaqa bo'ldi. Hammaga ham boshida Yandex yoqdi. Odamlar kreditga Yandexga ishonib mashinalar oldi. Konsovkasida o'sha summani qo'yib qo'ydiki, shuncha soat ishlasang, shuncha pul topasan. Undan oshiq bo'lmayapti Yandexda. Bo'ladi, yomg'irli kunda, pik paytda, bayramlarda zo'r ishlab olinyapti. Uklonda sal tushib qoldi stabilnost. Nimaga? Uklonda menda hozir VB taksi kelgandan keyin uni ham zakazlar kamaygan. Klient nima qiladi? 3 ta приложениесі bor, Yandexi bor qo'lida, Ukloni bor, VB ham dasturda ochib yubordi yaqinda. VBsi bor. Klient nima qiladi? Eng arzoni hammaga. Endi buni kimlar tanlaydi? Buni o'sha puli kamroq odamlar, zakopeyka haykkalga yetib oladigan klientlar qaraydi. Yandex qimmatroq, Yandex qimmat. Uklon 200 300 so'mga yetib olsak bo'lar ekan VBda deyishadi. VBga o'tib VBdan foydalanishyapti. Bundan hozir shopir pul qilib olyapti. Shofyorlar, ishlab turgan shofyorlar, o'shanga Ilyos akam ham shu bahona VBga o'tib bir ishlab ko'raman deb arizalar tashlashdi. Endi hozir nima demoqchimiz? Bu hozir 22 zakazga 1 million 400 ming обещать qilyaptimi? Shunday qiladiki, o'sha narxini oshirib oxiri klientlardan shunaqa qilib qo'yadiki, klientdan olgan pulingiz o'sha 1 million 400 ming bo'lib qoladi. Keyin shopir o'ylaydi, baribir 1 million 400 ming ishlayapman, klientdan olib bo'lsam o'sha 22 zakazimga deydi-da. Shunaqa qilib sekin bular, menimcha bularni plani shunaqa deb o'ylayman. Endi ancha yildan taksichilik qilib optimizdan kelib chiqqan holatda kim tushungan bo'lsa, shunaqa nimalar. Akamiz Ilyos akamiz yonida o'tirishibdi, bag'am ashaddiy taksist baslari, lekin taksichilikda qiladilar. O'sha qaysi kompaniya yaxshi bo'lsa, o'shanda ishlayman deyshadi. Uklonga o'tishdi, Uklonda pul qilishdi. Endi VBda ham pulini olaman deyishyapti. To'g'rimi Ilyos aka? To'g'ri. Aka mashinalar Propan Gentra 2022 mashinalarining yili 21 mi? 21 ekan mashinalar yili. Endi men 22 dan bilmayman. Plus 21-yil Chevrolet Lacetti 2da Propanda Toshkent shahrida Uklon va Yandex solishyapti. Endi hozir xudo xolasa 3-si VBga o'taman deyapti. Do'stlarim, biz hali aniqini bilmaymiz. Xudo xolasa akamiz ulansalar, yana bitta intervyu qilamiz. Kutib qolinglar, izohlarda yozinglar. Taksi hayotining nimalarini chiqarib beraylik sizlarga. Yozinglar, biz sizlarni yaxshi ko'raman, hammalaringni yaxshi ko'raman. Podpiskani uryapsizlar, layklarni bosyapsizlar. Hammalaringga rahmat. Ad dushi.